Xo'p, hurmatlilar, endi sizlar bilan poyezd masalalarini bir ikkita xususiy holatlari bor, shularni ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda poyezd masalalariga oid xususiy holatlar bor, shularni tanishib chiqaylik. Misol uchun, uzunliklari L1 va L2 bo'lgan poyezdlar bir yo'nalishda harakatlanib ketyapti. Shart qo'yib qo'ydim, birinchi poyezdni tezligi ikkinchisiga nima bo'lyapti ekan? Katta. Ya'ni bu qachondir ikkinchisidan vaqt keladi, o'tib ketadi. Endi aytyapti, birinchi poyezd ikkinchi poyezdni quvib o'tgungacha qancha vaqt ketadi desa, biz o'tgan darsda gaplashgan edik. Agar jismlar orasidagi masofaning oshishi yoki kamayishi haqida gap ketsa, ularning nisbiy tezligini harakatlanish vaqtiga ko'paytirsak bo'ldi. Bu masofa, ya'ni dastlabki keyingi masofaga kelib chiqaradi. Men xuddi shu ifodani yozaman. S teng v nisbiy karra t. Bu yerdan t ni ifodalasam, t teng s taqsim v nisbiy. Endi s. Poyezdlar bir-birini yonidan o'tkazguncha, bir-birini quvib o'tgungacha qancha yo'l bosib o'tadi desa, birinchi poyezd harakatlanishni boshladi, ya'ni quvib o'tishni boshlayapti. Ya'ni ikkinchi poyezdni orqa tarafda turibdi. Oldi qismi ikkinchi poyezd uzunligini bosib o'tishni boshlab harakatlanib yetib keldi. Birinchi poyezdning oldi qismi ikkinchi poyezdning oldi qismiga yetib keldi. Ya'ni bu L2 masofani bosib o'tib bo'ldi. Lekin hali yonida turibdi, ya'ni yonma-yon turibdi. To'liq o'tib ketish uchun u yana harakatlanishi kerak, yana harakatlanib orqa qismi ikkinchi poyezd sohasidan chiqib ketib bo'ldi. Endi to'liq o'tib ketib bo'ldi. Endi bu paytda oldi qismi qancha masofani bosib o'tdi desak, L2 va L1 ni bosib o'tdi. Ya'ni bir-birlarining uzunliklarini bosib o'tyapti. Men quvib o'tgungacha bosib o'tadigan yo'liga L1 plus L2 olaman. Ya'ni bir-birining uzunliklarini bosib o'tyapti. Xo'p, ana endi nisbiy tezlik qanday bo'ladi? Nisbiy tezlik yo'nalishlar bir yo'nalish bo'lganligi uchun ikkovini ayirib qo'yishim kerak. Faqat biz shart bergani v1 katta va 2 dan. Kattadan kichikni ayirib qo'ysam bo'ldi. Bu bizda nima bo'ldi? Bir-birini quvib o'tish vaqti, o'zaro bir yo'nalish harakatlanayotgan poyezdlarni. Endi keyingisi, uzunliklari L1 va L2 bo'lgan poyezdlar mos holda v1 va 2 tezliklar bilan endi o'zaro qarama-qarshi harakatlanib kelyapti. Endi qarama-qarshi harakatlanganida nima qilamiz desak, bo'ldi. Unda ham xuddi shu tepada ifodadan t teng s taqsim v nisbiy. S ga ular yana bir-birini yonib o'tgungacha bir-birini uzunligini bosib o'tadi, L1 plus L2 ni. Yo'nalishlari qarama-qarshi bo'lgani uchun v1 plus v2 bo'ladi. Ya'ni tezliklari qo'shilib bo'ladi. Bu bir-birini yonidan nima bo'ldi? O'tish vaqti bo'ldi. Endi keyingi masalada uchinchi holatda L uzunligidagi poyezd v poyezd tezlik bilan harakatlanib boryapti. Uni oldida L uzunligidagi ko'prik bo'lsin yoki shu ko'prik uzunligiga teng miqdorda birorta tunnel bo'lsin. Tunnel nima bilamiz? Poyezdlar harakatlanib o'tadigan o'sha baland-baland tog'larda yoki masalan shularda tunnel qilib kesib o'tadi. Ya'ni yo'lga yaqinlashish shu bizda tunnel. Shu tunnel yoki ko'prikdan o'tish vaqti bo'lsin. Endi bu yerda odamlar qaranglar, faqatgina harakatlanuvchi sistema poyezd xolos. Mana bu kim? Tunnel yoki ko'prik harakatlanmaydi yoki yugurib ketayotgan birorta ko'prik ko'rganmisiz? Men ko'rmaganman misol uchun. Tunnel ham joyda turadi. Ne aytmoqchi bo'lgan, buni tezligi yo'q demoqchiman. Faqat harakatlanayotgan sistema poyezd xolos. Biz aytganmiz, agar masala shartda faqat bir dona jism o'zi harakatlangan bo'lsa, bu bizda natijada hisoblanadi. Tamom. Natijada hisoblaymiz. Demak, t teng s taqsim v natija. S nima bo'ladi endi u S ga nima qo'yamiz desak, bu poyezd ko'prikdan yoki tunneldan o'tib ketish uchun ham ko'prik uzunligini ham o'zining uzunligini bosib o'tishga to'liq chiqib ketgungacha ko'prikdan. Ya'ni biz nima qilamiz? Bosib o'tadigan yo'liga poyezd va ko'prik uzunliklarining yig'indisini faqat poyezdning tezligiga bo'lib qo'yamiz. Chunki faqat harakatlanayotgan poyezd xolosda poyezd harakatlanib o'tadi. Demak, bizda bo'ldi poyezdni tunnel yoki ko'prikdan o'tish nimasi bo'ldi? Vaqti bo'ldi. Xo'p, ana endi keyingisi bizda bo'lsin. Poyezdni mototsiklchi yoki bo'lishi mumkin velosipedchi yonidan o'tish vaqti deb ko'rishimiz mumkin. Demak, L uzunligidagi poyezd v poyezd tezligi bilan harakatlanib boryapti. Uning yonidagi yo'lda v velosipedchi yoki mototsiklchi tezligi bilan harakatlanib borayotgan birorta bir mototsiklchi yoki velosipedchi bo'lsin. Uning yonidan qancha vaqt o'tib ketadi desa, bunday masalalarga odamlar nima deymiz? Misol uchun bitta poyezd uzunligini o'rtacha olgan bo'lsak 200 yoki 300 metr deydigan bo'lsak. Endi bizda mana bu mototsikl bo'lsa, bir 2 metr yoki 1,5-2 metrlik bo'ladi deylik. Nima demoqchiman? Ya'ni 200-300 metr uzunlikdagi poyezdning oldida 1,5-2 metr uzunlikdagi mototsikl uzunligi moddiy hisoblanadi. Ya'ni inobatga olinmaydigan darajada kichik. Shuning uchun mana buni uzunligini pashti yo'q deb kelsam bo'ladi. Tamom. T teng s taqsim v nisbiy. O'sha ifodalarimiz. Hozir endi s poyezd mototsiklchi yoki velosipedchi oldidan o'tib ketguncha faqat o'zining uzunligini bosib o'tsa bo'ldi. Chunki bu moddiy nuqta. Demak, nisbiy tezlik nima bo'ladi? Nisbiy tezlik yo'nalishlari bir yo'nalish bo'lishi mumkin yoki qarama-qarshi bo'lishi mumkin. Ya'ni velosipedchi kelayotgan yoki bir yo'nalishga ketayotgan bo'lishi mumkin. Shu vaziyat uchun men bir olib qo'ydim.
T teng L poyezd taqsim V poyezd plus minusdan V velosipedchi yoki mototsiklchi. Poyezdni mototsikl yoki velosipedchi yonidan o'tish vaqti bo'ldi. Endi ishoralarni alohida yozib qo'yapman. Qachon plus bo'ladi? Yo'nalishlari qarama-qarshi bo'lsa plus. Chunki qarama-qarshi yo'nalish nisbiy tezlik qo'shiladi. Qachon minus bo'ladi? Bir yo'nalishda bo'lsa, ya'ni mototsikl va poyezd bir yo'nalishda harakatlangan bo'lsa, minus qo'yamiz. Demak, plus bo'lsa qarama-qarshi, minus bo'lsa bir yo'nalishda bo'lar ekan. Bu poyezd masala uchun qisqa ifoda bo'ldi. Endi odamlar bundan keyingisi bizda bo'lsin aravacha masalalari. Aravacha masalalari qanday bo'larsak, misol uchun mana yerda A aravacha joylashgan. Uni ustida B aravacha, uni ustiga C aravacha, uni ustida tili bola harakatlanadi. Shunaqa masalalarni berishingiz kerak endi. Siqilmaymiz, bo'lmaymiz. A aravachaning harakat yo'nalishi chapga, B aravacha esa o'ngga, C aravacha chapga, ustiga bola esa xohlagan. Ho o'ngga, ho chapga bo'lishi mumkin edi, men o'ngga deb oldim. Endi bizga mana shu bitta masalani berib turib, 4 xil savol berish mumkin. Lekin aynan testlarda berilgan bo'lsa, faqat bir donasini bera xolos. Lekin biz to'ralab berish mumkin bo'lgan savolni ko'rib chiqamiz. Birinchi savolda bolani C aravachaga nisbatan natijaviy tezligi qanday bo'ladi deyapti. Misol uchun, mana bola. Bolani C aravachaga nisbatan tezligi qanday esa, bolani C ga nisbatan tezligi kimga nisbatan deyilsa, nisbatan deyilayotgan nuqtada biz kuzatib turibmiz. Kuzatuvchi o'sha joyda. Bu degani o'sha kuzatuvchi bor joyda biz inobatga olmaymiz. Bu degani C ga nisbatan desa, C ni yo'q deb hisoblayman. Faqat ustida kim harakatlanyapti? Bolani o'zi 2 metr taqsim sekund tezlik bilan 10. Demak, C ga nisbatan tezligi desa va bolani C aravachaga nisbatan natijaviy tezligi bolani o'zini tezligiga teng. Chunki kuzatuvchi C aravachada turibdi, bola faqat o'zi 2 bilan harakatlanyapti. Demak, bu yerda bolani natijaviy tezligi 2 metr taqsim sekund va 10 ga yo'nalishni ifodalab qo'ydi. Bu birinchi savol bo'ldi, berish mumkin bo'lgan birinchi savol. Endi ikkinchi savolda bolani B aravachaga nisbatan natija tezligi qanday? Endi B aravachaga nisbatan. Endi harakatlarimizga C aravacha qo'shilib bo'ladi. Sabab B ga nisbatan desa, B ni yo'q deb hisoblayman. B yo'q. Endi biz B da turib kuzatyapmiz. C aravacha chapga, B bolani o'zi esa unga harakatlanayotgan edi. Bo'ldi. B ga nisbatan esa B ga nisbatan holat ko'ramiz. Ya'ni faqat ikkala harakatlarni natijasini olamiz. Bolani B aravachaga nisbatan natija tezligi va bolani B ga nisbatan tezligi va C aravachaning tezligidan va B bolani tezligini ayirib qo'ysam bo'ldi. Ya'ni C aravachaning tezligi 3 edi, bolanikisi 2 edi. Shuning uchun kattadan kichikka ayirib qo'ydim. Bu necha bo'ldi? 1 metr taqsim sekund tezlik bilan yo'nalish ifodalab qo'ydim. Chapga. Chunki 3 2. 3 ga turgach bu tarafga ketib qoladi. Bolani natija tezligi. Uchinchi savol. Bolani A aravachaga nisbatan natija tezligi qanday? A ga nisbatan deyapti. Endi kuzatuvchi A da turib kuzatyapti. Ustida B aravacha, C aravacha va bola harakatlanyapti. A ga nisbatan A dan boshlab yo'q deb hisoblasam, bola bilan B aravacha bir yo'nalishda, C esa ularga qarama-qarshi harakatlanyapti. Natija tezligi bir yo'nalish bo'lsa qo'shiladi, qarama-qarshi ayriladi. Demak, mos yo'nalishlar qo'shib olaman, qarama-qarshidan ayirib qo'yaman, tamom. Bu degani bolani A aravachaga nisbatan natijaviy tezlikni toping desa, bola bilan B aravachaning tezligini qo'shib oldim. Chunki bir yo'nalishda qo'shdim. Ularga qarama-qarshi kim edi? C aravacha. Demak, C aravachaning tezligini aytib qo'ydim. Bola bilan B aravachaning tezliklari yig'indisi 8 ni qo'shsam 10. C aravachaning tezligi esa 3 edi. 10 dan 3 tarsam 7 metr taqsim sekund tezligi bilan bolaning natija tezligi 10 ga yo'nalgan. Yo'nalishni ifodalab. Endi 4-chi berilgan savoli. Bolani endi yerga nisbatan tezligi. Kuzatuvchi biz yerda turib kuzatyapmiz. Yerda turib kuzatsak, 3 ta aravachaning ustida bola harakatlanyapti. Bunda nima qilamiz desak, bo'ldi, o'sha ifoda tepadagi bilan bir xil. Mos yo'nalish tezliklar qo'shiladi, qarama-qarshilarni ayirib qo'yamiz xolos. Bola bilan B aravacha 10 ga 8 va 2 bo'lsa 10 tezlik bilan, C aravacha bilan A aravacha 10 va 3 tezliklar bilan 13 tezlik bilan chapga harakatlanyapti. O'zaro qarama-qarshimi? Bo'ldi, tamom. Bolani yerga nisbatan natija tezligi desa, A bilan C ni tezligini qo'shib oldim. Ya'ni A aravacha bilan C aravachaning tezligini qo'shib oldim. Sabab ular bir yo'nalishda. 10 ga 3 qo'shsam 13. Ular tezliklaridan endi ayirib olyapman. Bola bilan B arachaning natija tezligi bir yo'nalishdagi harakatlar uchun qo'shib oldim. 8 ga qo'shsam 10 bo'ldi. 13 dan 10 dasam 3 metr taqsim sekund tezlik bilan pastga olasak, endi bu 2 tezlikka turgani uchun chapga harakatlanadi. Demak, bolani yerga nisbatan natija tezligi 3 metr taqsim sekund bilan chapga yo'nalgan. Endi
ba'zi bir masala kelib qoladi. Bu yerda tezlanishi berilsa nima bo'ladi desa, misol uchun agar tezlanish berilsa, bola B va A orachili harakatlanib ketyapti. Bolani deylik yerga nisbatan natijaviy tezlanishni topsa nima qilamiz? Tezlanish ham tezlikka o'xshagan kattalik, ya'ni vektor katta demoqchiman. B arachi harakatlanyapti 3 tezlanish bilan, A arachi harakatlanyapti 5 tezlanish bilan unga qarama-qarshi. Bolani B ga nisbatan tezlanish qanday esa 0, chunki B ga nisbatan esa B ni yo'q deb hisoblasam, faqat bolani o'zi tinch turibdi. Bolani A arachiga nisbatan natijaviy tezlanish qanday esa, A da turib hisoblasam, faqat B arachani o'zi harakatlanyapti 3 tezlanish. Demak, bolani A arachiga nisbatan natijaviy tezlanishi 3 bo'laveradi. Tezlanish ham bir xil, tezlik ham bir xilga to'g'ri. Bolani yerga nisbatan natijaviy tezlanishi qanday degan holatni men ko'rib qo'ydim. Qarama-qarshi bo'lgancha ayirib qo'ydim. A arachani tezlanishidan B arachani tezlanishini ayirib qo'ydim, 2 bo'ldi. Demak, bolani yerga nisbatan natijaviy tezlanishi 2 metr taqsim sekund kvadrat bilan chapga yo'nalgan bo'lyapti. Bu bizda bo'ldi arachi masalalar. Oxirgi masalalarimizni mana shulardan ishlab turib, xulosa qilib ko'ramiz.